Vay 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 maşallah. Xudo xolasa 1-oktyabr günü Xudo xolasa Bahodir ukamiz qassobxonasida so'ylagan ekan o'kizimiz limuzin paroda ko'rishingiz mumkin. Nechali deysiz muhakama. Ha bakkana rahmat buni. Bugün Urganch G'oybumol bozorda olibdilar buni. Ina. Do'ldirib turadi buni. Dunyoga qaranglar. 1-oktyabr günü Xudo xolasa o'qituvchilar va murabbiylar günü so'ylagan ekan. Kim go'shindan yeyman degan olsa, kelib Xudo xolasa Bahodir ukamiz qassobxonasini olishingiz mumkin. Nida joylashgan Bahodirning qassobxonasida eshingiz mumkin. Xorazm viloyati Hazaras tumani Charbak qishlog'ida. Charbak prizdan o'tasizlar, hurmatli obunachilar. Yana Sitabordan yetib kelganingizdan keyin priz bor, prizni o'tasizlar, chap qo'lda joylashgan. Yon taraf Charbak ayakana qarab yetadigan yon taraf. Limuzin paroda. Ay maşallah. Umuman yo'q bermaydi-dan bu. Eng go'shi sifatli o'kiz turuna giradi bu hurmatli obunachilar. Uzumina da jonivar. Gördingizmi? Kelaverasizlar Xudo xolasa.